Rizq Allohdan. Alloh taolo rizqni yozib qo'ygan. Uni banda na ko'paytira, na kamaytira oladi. Bir olimning oldiga inson tushkun holatda borgan ekan. Shunda olim so'rabdi undan, "Nima bo'ldi sizga?" desalar, "Dunyoning g'amlari, dunyoning tashvishlari meni qisib qo'ydi. Siqilib qoldim men." deganda aytgan ekan, "Siz onadan tug'ilganda, dunyoga kelganda qaysi g'amni olib keldingiz o'zingiz bilan?" Hech qanaqangi g'am yo'q edi. Bolalikda beshikdagi bolaning g'ami nima? G'ami yo'q. Ikkinchi masala, siz ketayotganingizda, vafot etganda, tobutda turganingizda o'zingiz bilan qaysi g'amni ko'tarib olib keta bilasiz? Hech qanaqangi g'amni. Shuning uchun na o'zingiz bilan kelgan, na o'zingiz bilan ketadigan g'amlarni nega bu ikki orasida, tug'ilish va o'lim orasida ko'tarib yurasiz? Allohga tavakkal qiling. Alloh fazl bersin. Alloh taoloning o'zi bandaga mehribon, chiqish yo'lini albatta Alloh taoloning o'zi ko'rsatadi.